Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xush kelibsizlar. Mana bugun bitta obyektimizni darvozani topshirdik. Xo'p, bu darvozani Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga 2-bo'lim degan joyga topshirdik. Xo'p, razmeri 3,5 eni, bo'yi 4 metr bo'ldi. 3 qanotli, ko'rishingiz mumkin. Yani go'zal holatda bo'ldi. Birinchi bo'lib davrani tushuntirib o'tsak, xo'p, darvozani orqasidan hisoblaganda 60 sm devordan ichkariga kirdi. Davrda 50 sm kesganmiz. Lekasma 55 sm joyi bor. Qanaqa turadi? Ilk darvozani butun go'zalligi shu davr bilan birga yog'ochga uyg'unlashadi. Xo'p, darvozani qalinligi 5,5 ga chiqqan. O'tgan safargi videolarimizda ham ko'rgansizlar. Qalinligi 5,5 ga chiqqan. Ochib yopishlari moshni holatda, xudo xolasa, mana qurtlanishlari, kartlari, guruhlari normalniy. Qanchalik osonda. Ko'rishingiz mumkin. Diralarni naqsh bilan uyg'unlashtirdik akamizga. O'z tollari chiroyli holatda qilib bering degan maqsadda uni qilib berdik. Orqa taraflarini ko'rib o'tamiz. Asosiy tushunchalarimiz orqa tarafda, o'tgan tagida tushuntirgan joylarimiz. Ochilishlarimiz normalniy. Ramalarimiz temirdan bo'lgan. Belkavon 2 stoykalik profildan bo'lgan. Oshim moshlarimiz temirdan. U 3 qanotli hisobiga o'rtaga mana 7 ta oshim mosh qo'yilgan. Shuni ochganda ko'rishingiz mumkin. Darvoza tashlab yubormaydi. Mana 7 dona original oshim moshlardan qo'yilgan. Chiroyli holatda bitdi bu. Endi buni asosiy afzalliklari nimada? Ko'pchilik aytadi, darvoza tashlab yubormaydimi, boshqa qilib yubormaydimi deyiladi. Shuni hozir ochib yopishlarini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Buni ochib yopishlari moshina holatda bo'ladi. Nimagaki ancha-muncha tashlab yubormaydi. Tagida g'ildiragi bor. Biz darvozani o'rnatgandan keyin shunga stashga, asfalt yoki burchakani shivellarni usti bilan teng bo'lgan taqdirda shu darvozamiz rolida borib, rolida keladi. Tagida balonchigi bor. Bunisi ham shunaqa. Butun og'ir yukini shu balon ko'tarib turadi. Doimiy eshik bu ochilib yopilaveradi. Shuni og'irligini ham, buni og'irligini ham shu balonchig ko'tarib turadi. Qachonki buni yetsanglar, keyin darvozada tashlash mumkin. Doim ko'tarib turgani uchun umri uzoq bo'ladi. Hozir buni ham ochib olishni ko'ramiz. Tormozlar necha bor? Darvozamiz ochilishi mumkin. To'g'ri, ochilaveradi. Oshmoshlarimiz baquvvat darvoza. Tashlab olmaydi. Ochilish xuddi shunday holatda. Shu roligi bilan burchakka, asfalt, stashga bo'lsa, mana shu rolida borib keladi. Bemalol ko'tarib, g'ildiratib, borib g'ildiratib kelishingiz mumkin bemalol. O'zini yoqib shu. Shu rolida qoladi. Yopgandan keyin tormozini bosib qo'yasizlar. Shu qatori qoladi. Chunki altini ko'rchilar bu. Xo'p, hozir muammolari yo'q. Eshiklarimiz qanaqa chiroyli ochib yopilayotgan bo'lsa, darvoza ham shunday chiroyli holatda ochib yopilaveradi. Xo'p, fikringlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Kamchiliklarimiz bo'lsa aytib ketinglar. Hop, ustida ishlar chiroyli holatda to'g'rilab boramiz. Mana go'zal holatda bitdi ishlarimiz. Laykni bosib yaqinlarga jo'natamiz. Xo'p, sizlarga darvoza kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kvadrati 1,4 dan 2 million so'mgacha qilib beriladi. Sasnadan qalinligi 5, 5,5, 6 gacha qilinishi mumkin. Shuning ustida ish olib boryapmiz. Hozirda 5,5 ga chiqyapti. Layk bosamiz, qarindoshlarga jo'natamiz. Kommentariyada izohlarda fikrlarni yozib qoldiramiz. Sog' bo'ling.